Ikkinchi sezon qachon chiqishi haqida ma'lumotlar aniq e'lon qilinmagan. Netflix hech qanday aniq chiqarish sanasini tasdiqlamadi. Ikkinchi fasl tasdiqlanmagan va hattoki 2027-yilning yanvar oyida chiqishi ham mumkin deyilmoqda ko'plab manbalarda. Yana taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 2026-yilning oxirgi dekabr sanasida ham chiqishi mumkin deyiladi xabarlarda. 2026-yil fevralgacha davom etmoqda. 2025-yil iyuldan boshlangan va 2026-yil fevralgacha suratga olish ishlari davom etadi deyiladi xabarda. Katta ehtimol bilan 2026-yilning dekabr oyida yoki 2027-yilning yanvar oylarida chiqishi ham mumkin deyiladi ba'zi manbalarda. Rasmiy sanasi hozircha e'lon qilinmagan. Ikkinchi fasl taxminan 8 ta qismdan iborat bo'lishi kutilmoqda deyiladi xabarlarda.